Xo'p, assalomu alaykum barcha YouTube obunachilariga. Xo'p, gapiraverib charchatib yording. Bitta realistdan bo'lsin deydigan aka, opa singillarimizga hozir real sinab ko'ramiz, test drive qilib haydab ko'ramiz. Siz ham keling, hamma narsasi tekin, sizdan bir so'm bo'lmay, yangi zapchast bozoriga keladigan bo'lsangiz, bitta prava va sizga любой istalgan mashinangizni tekinga haydab ko'ramiz birgalikda. Ketdik. Ko'rib turganingizdek, sovuq havolarda, boshqa joylarda ofisingizdan chiqqaningizdan keyin prosta mana bu knopkani bosib turadigan bo'lsangiz, mashina anetda turibdi. Ko'ryapsizmi? Ko'ryaptimi? O'sha mashinamiz o'zini o'zi zavod qiladi. Ya'niki distansionni. Ya'niki ofisda ishlasangiz yoki boshqa joyda ishlaydigan bo'lsangiz, tushib, Magicar qo'y, boshqa narsa qo'y, unaqa narsa qo'yish shart emas. Hamma narsasi o'zida bo'ladi mashinani. Xo'p, endi bir sinab ko'ramiz, kelingizlar. Xo'p, akalar, mana test drive yo'limiz. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi, Galileo, bemalol to'ysa bo'ladi bu yerda. Hozir mana shu joyda 8 Pro Max qanaqa o'zini tutishini bir sinab ko'ramiz. Xo'p, mana test drive'ga chiqdik. Boya ko'rganingizdek, yo'llar hammasi Galileo. ABS tormozlari birato'la ishlashni boshlaydi. Ya'niki to'xtaganingizdan keyin birdaniga ABS ishlashni boshlaydi. Xo'p, bundan tashqari 6 ta rejim bo'ladi. Grizivoy o'sha oldi-orqa tortadigan rejim, ya'niki oldi-orqa tortadigan rejimda bemalol haydasangiz bo'ladi mashinani. Ya'ni hech qanaqangi balotalarda yoki bo'lmasa nimada ko'chada qoldirmaydi sizlar. Mana ko'rishingiz mumkin mashinalar qanaqa darajada to'yayotganini. Real hayotda ko'ryapsizmi? Yurishga qiynalyapti mashina. Yurishga prosta tak qiynalayotgan vaqtda bizning mashina prosta tak borib chiqib ketaveradi. Mana oldi bo'lmasa orqasi bo'lmasa oldi tortib ketaveradi. Xo'p, sneg rejimi ham xuddi shunaqa. Mana sneg rejimi ham komfort, sport, sneg rejimiga qo'yib haydab ko'ramiz. Mana sneg rejimiga haydab ko'ramiz. Mana bunda ham xuddi shunday. Joydan qo'zg'alishda hech qanaqangi muammo bo'lgani yo'q mashinani. Xo'p, akalar, mashinamizda yumshoqlik haqida ozroq ma'lumot bermoqchiman. Ko'rib turganingizdek, loyli joydan, ya'niki to'rinchoq, Galileo joydan endi внедорожный, ya'niki g'idir-bidir joylardan o'tishni boshladik. Xo'p, bu narsani ming marta ko'rgandan ko'ra bir marta haydab sinab ko'rgan yaxshi. Albatta, kelib o'zingiz bemalol yurganingizda kорабль плывет deydi-ku, xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Xo'p, yomg'irda, loyda, bunaqa joyda ko'chada qoldirmaydi mashina, burushlari, nimalari. Xo'p, zimniy paketiga keladigan bo'lsak, mashinaning обогрев лобовой bor, обогрев сиденья, oldi orqa, обогрев rul полностью qiziydi. Xo'p, bundan tashqari yozgi kunlarda ham bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir o'sha podyomlik uncha baland emas, lekin Galileo yaxshigina. Hozir sinab ko'ramiz, o'sha podyomlikdan chiqa oladimi yo'qmi 8 Pro Max modelimizda. Podyomlikdan qani mana 20 metrlik plyusli podyomlikdan orqaga ketadimi mashina yo'qmi, o'shani bir sinab ko'ramiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, eko rejimda hozir bitta eko rejimda, bitta sport rejimda, to есть o'sha snegda oldi orqa tortadigan rejimda sinab ko'ramiz. Qani, ketdik. 15 tezlikda ketyapmiz. Hozir men bemalol sezmasdan chiqib ketdi, hech qanaqangi zadniylikka olmasdan, yurmasdan bemalol ketdi. Va Galileolarda ham ekoda ham uyaltirib qo'ymaydi. Xo'p, bemalol bu yerda uncha mashina yura olmaydi. Hozirgi sharoitda qiyin. Hozir videolarni, kichkina obzorlarda boya ko'rganingizdek qiyin-da. Hozir Galileo realni kuchli. Bugun cheston necha? 23 kuni ko'pchilik Samarqanddagilar biladi qanaqa Galileo bo'lganini, qanaqa bo'ldi, yo'llarda qanday yurish qiyinligini shofyor odam his qildi. O'shaning uchun bugun mana qorli joyda, Galileo joyda olyapmiz. Mashinamiz xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Gabarit jihatdan ham, boshqa jihatdan ham hammasi joyida. Agar bironta bir balota joy topadigan bo'lsa yoki внедорожный joy topadigan, albatta o'sha joyda ham sinab ko'ramiz mashinani. Xo'p, botqoqlik joy topolmadik-ku, lekin mana shu yerda qandaydir внедорожный yo'llarda yoki masalan o'sha balotada joylarda, misol uchun o'zini tutishini ko'rish uchun qisqacha bir test drive qilib ko'radigan bo'ldik. Ya'niki yo'l tanlamas degan nomi bor. Qachon o'sha bemalol oldi orqada emas, hali eko rejimda hozirda ketyapti mashina. Bemalol orqa bitta eko rejimda. Hali bu joylarga bizlar nima qo'shganimiz yo'q. Ya'niki внедорожныйni qo'shilgani yo'qda.
bemalol o'tib ketadi. Do'stlar, bundan yaxshiroq bironta joy topolmadik. O'shaning uchun shu yerda bir test drive ko'rdik. Galolyotda qildik, sneg rejimini o'tkazdik eksperimentdan, ya'niki внедорожный qismini o'tkazdik. Внедорожныйsi hozir eko rejimda hozir sinab ko'rdik. Xo'p, motor xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, motorlar 2 litrlik turbina motor bo'ladi, 245 ta o't kuchi bo'ladi. Muncha joyda misol uchun konditsioner qo'shib turib, nima qilingizda ba'zi bir mashinalar ishlanib qoladi-da, motor qiynaladi. Bu mashina uni sezmaysan, konditsioner qo'shildimi, yo'qmi, внедорожный yo'lmi, tikka bosib ketaveradi. Xullas, komfortniy tanka desak bo'ladi. Ba'zi bir masalan galolyot yo'q, prosta tak aldiydi deganlarga mana akalar, mashinani yurishi, mashina sekin yuribdi, realniy sekin yuribdi, hech kim yo'q oldidan, lekin ehtiyotkorlik bo'lib qiynalib yuribdi-da. Bizda muammosi yo'q, bemalol haydasangiz bo'laveradi. ABS tormoz, boshqa narsa, hamma narsalar navarochinda bo'ladi mashinani. Mana bemalol obgonga chiqib, haydab o'tib ketsangiz bo'laveradi. Mana mashinalar hammasi o'sha 10-20 tezlikda yuribdi, chunki galolyot haqiqatan ham bor. O'g'illar, opalar, akalar, opaslar, singillar, hech kim sizlarni aldab, chaqirib, unaqa narsa qilgani yo'q. Ishonmasangiz, keling shu yerda bir hal qilamiz. Xo'p, do'stlar, ozmi ko'pmi biz test drive qilib ko'rdik. Qanaqa savollaringiz bo'lsa yoki bir tushunmagan yoki nima bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqingizlar, siz bilan albatta bog'lanishadi. Yoki bo'lmasa undan ham zo'r varianti, to'g'ri yangi zapchast bozoriga kelasiz, Cherry avtosaloniga kirib tursangiz, shaxsan o'zimizni kutib olaman.